Xitoyda dunyodagi ilk gumanoid robotlar do'koni ochildi. Bu yerda ham biznes, ham shaxsiy foydalanish uchun turli robotlar namoyish etildi. Robot Mall nomi bilan ochilgan bu ulkan do'kon 4 qavatdan iborat bo'lib, umumiy maydoni 4000 kvadrat metrni tashkil etadi. U yerda o'nlab brendlar va 7 asosiy toifadagi robotlar taqdim etildi. Tibbiy, bionik, insonga o'xshash, sanoat, hayvonsimon va hatto sportchi robotlar. Ular bilan basketbol, futbol yoki shaxmat o'ynashingiz mumkin. Do'kon yonida esa restoran ochilgan bo'lib, u yerda mijozlarga robot ofitsiantlar, barmenlar va hatto oshpazlar xizmat ko'rsatadi. Restoranning o'zi yangi robotlarni sinash va ularning imkoniyatlarini real hayotda namoyish etish maydonchasi hisoblanadi. Faqat 1 yil ichida Xitoyda 556 ming sanoat roboti ishlab chiqarilgan. Shu bilan Xitoy hanuz dunyodagi eng yirik robot ishlab chiqaruvchi mamlakat bo'lib qoldi. Endi savol, siz nima deb o'ylaysiz? Kelajakda robotlar inson mehnatini to'liq almashtirib qo'yadimi? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiring.